ko'tarmaydi. Zamon ko'tarsa, yeb qo'ysa bo'ladi. Nima yoqmayapti sizga? Odamlarning qarashi, dunyo qarashi yoqmayapti. Men bu odamlar qanaqadir boshqacha. Men bunaqa o'zini sal normal kiyinib, chiroyli tutadiganlarga nisbatan negativ to'yim. Sal zamonaviyroq bo'lsa O'zbekiston menimcha normalda. Turnoq o'stirib bergan odamlar estetik odamlar hisoblanganda, buni o'zbeklar negativ tushunishi mumkin. Assalomu alaykum. Paradishni mujiki, dostoyni mujiki. Mana videoni ko'rdinglarmi? Ha? Erkakman degan odam, yuragi bir g'ujur bor odam. Nima deydi, erkaklar bir ta'sirli gap gapirsa, eshitgan odam bir chustvali erkak odamni badaniga jullar tikka bo'lib ketadi. Uni tushuna olinglar. Mana bunday erkak, mana bunday bolalarni ko'rgandan keyin yosh avlod, yosh jiyanlar, ukalar, o'g'illar, farzandlar buni bularga qarab qanaqa ta'sirlanib, qanaqa tarbiya oladi bularni ko'rib. Tailandga ko'ramiz, oddiy xol Tailandga. Yoshlikdan shunaqa tarbiya beradi, yarochi. Ko'radi, bir xil ekan, ko'zi o'rganib qolgan. Lekin O'zbekistonga bunday narsalarni ko'rib, O'zbekistonga bunday joylarni, bunday bolalarni ko'rib O'zbekistonga men hayron qolaman. Zamon ko'tarmaydi. Zamon ko'tarsa, yeb qo'ysa bo'ladi. Yo'q, qaddagi blogerlar qaddagi narsalarni chiqaryapti. Mana shunaqa narsalarni chiqarib, mana shunaqa narsalarni uyaltirish kerak bularni. Tirnog'im uzun deydi. Gapirini qara buni. Ota yoshlikdan va farzandga tarbiya berish kerak. O'g'lim, mana bu qora, mana bu qizil, mana bunaqa erkak bo'lgin deb. Ota ko't bo'lgandan keyin farzand ko't bo'lyapti. E'tibor berish kerak bu narsalar. Bizning otamiz tayoq yeb kelsa, o'g'lim tayoq yesang uyga kiryapma. Tayoq yeb kelsa menga aytayotma. Urush qilsa menga aytayotma. Bo deb ko'timizni olib, naborot yana bir tayoq yechaylik otamizdan. E'tibor berib mana shunaqa narsalar. O'zbekmiz. Mana bunaqa narsalarni kamaytirish kerak. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, mujdi.